Cobalt MCM ahamiyat berasizlar. Metanda buni ustanovka qilgandan keyin qanday qilib tekshirish kerak? Eng afzal tomonlari sizlarga o'rgatib qo'yaman. Qarang, ungacha siz obuna bo'lib turing. Tars konserni qo'shasiz. Birinchi o'rinda konserni qo'shish kerak mana. Buni yoqqaingizga konserni qo'shiladi o'zi avtomatik mana. Konserni qo'shdingiz, shamol bitta ligirovka qilib qo'yasiz, o'rtani yor qilib, masalan 100 ga qo'ysangiz ham bo'ladi. Har xohlaganingizni qo'yasiz. 2-gradusga qo'shdingiz. Nima uchun konserni qo'shib, metan yoki propan qo'ygandan keyin tekshirish kerak? Chunki qaytarib o'tyapmiz. Konserni qo'shgandan keyin motorga ozgincha nagruska tushadi. O'sha nagruska tushgan vaqtida agar ustanovkada muammo bo'lgan bo'lsa, mashina qaltirab, pitirlab torta olmay qolish kerak. Mana stabilni haydayapmiz, ahamiyat berasiz. Stabilni degan joy mana qarang. 4000 ga bormasdan skor salmashtiryapti. Agarda ustanovkada kamchilik bo'lsa, mana bu qizil bekorga qo'ymagan. Mana shu qizilga chiqib ketish kerak. Ya'ni 7000 abortga chiqib ketib qolish kerak. Ustanovkada kamchilik bo'lsa. Xudo xolasa, men Cobalt avtomobiliga ideal holatda metan ustanovka qilib berdik MCM variantiga. Har doimgidek oldi jihozlarni 150 ming marta ko'rsatdik. O'shaning uchun bugun ustanovkani boshqachasini qilib va video obzorni boshqachasini qilib beryapmiz sizga. Agarda sizga ham xuddi shunday sifatli, ishonchli xizmat kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilib kelishingiz mumkin. 100% lik ishingizni zo'r qilib yurg'izib, tekshirib biz обязательно tekshiramiz. Ya'ni test qilib tekshiramiz. Shu holatdan keyin sizni ketkazamiz. Ya'ni ustanovka qilib chiqarib yuboramiz. Keyin bitta narsani qat'iyan aytib o'taman sizlarga. Mana shu narsani 100% bilib olinglar. Ya'ni siz metan qo'yasizmi, propan qo'yasizmi, undan keyin постоянно bakingizda benzin turish kerak. Benzinni постоянно обработка qilib aylantirib turadi 4-pokoleniya. Endi aylanmasin deydigan bo'lsa, bir donagina relay qo'yish kerak. Lekin relayni originalini topish kerak. Poddelka 5 ming relaydan qo'yib qo'ymang. O'sha originalini topsangizgina qo'ying. Agar u original topa olmaydigan bo'lsangiz, o'zini zavodskiy holatida turish kerak. Va ahamiyat berib qo'yasiz. Agarda siz bakingizda benzin tugab qoladigan bo'lsa, qaytarib o'taman, benzin asosida kuydirib qo'yasiz. Chunki kam benzinda bo'lgandan keyin bu avtomobillar pustoy benzin asosida ishlagandan keyin nagruskada kuyib qolish xavfi bor. Biz bu taxometrlarda aytayapmiz, buni konserni qo'shishda aytayapmiz. Biz realni bu narsalarni 100% tushunamiz. Kerak bo'lsa, mana shu mashina polni tarpetasini bu yoqqa yechib, qaytadan yig'ishimizga ham aqlimiz yetadi. Bu narsalar, bu ma'lumotlar hamma ham sizga 100% lik bera olmaydi. O'zimizga keling, adashib qolmang, kafolatini ustanovkani qilib beramiz. Aka, xudo xolasa ustanovkamiz ko'ryapsiz. Misol ishlarimizda bugun misol bizda ko'rdingiz, qanday o'zi nimalarni ma'lumot bera olasiz biz haqimizda, qanday ma'lumot bera olasiz? Yaxshi, yomon emas, yaxshi ustanovka qildingizlar. Ustanovka haqiqatan aytilgan holatda, zavod holatda yig'ildi. Holatda yig'ildi. Hamma narsa zavodskiy aytiladi. Shunaqa bo'lgan, shunday. Aytilgancha bor ekan. Aytilgan hammasi shu aytganda bo'ldi, diddagiday bo'ldi samый главный. Yomon emas, yurishlari ham yomon emas. Viloyatdan kelishga arziydimi? Arziydi, mana biz Navoiydan keldik, qo'ydik.